Tavfiq nimani aytadi? Tavfiq bir marhalasi shuki, Alloh subhanahu va taolo musulmonni yuragiga xayr, yaxshi ishni, yaxshi narsani, yaxshi amalni irodasini ilqo qilsa tashlasin. Ilqoul xayr fil qalb. Bir marhalasi tavfiq shu. Ey Alloh tavfiq ber. Ey Alloh tavfiq ber. Tavfiq. Qarilarimiz, yosh kattalarimiz ham aytadiki, u insonni betavfiq deydi. Unga tavfiq bersin. Lafzni ko'p iste'mol qilamiz. Tavfiq lafzi. Tavfiqning bir ma'nosi mana shu. Ki Alloh subhanahu va taolo yuragingizga tashlasa-ki, mana shu yaxshi amalni men qilishim kerak. Mana shuni ilqo deydi, ilhom deydi. Ilqoi xayr fil qalb, yurakka tashlash. Tavfiqning ma'nosi mana shu. Hammalaringiz mayda va katta o'zingizga, yuragingizga shu bilan mutavajjih bo'ling. Bir yaxshi ish bo'layotgan bo'lsa, hammamiz yuragimizga birdam shu gap kelmaymi? Birdam o'tib ketadi. Bir joyga bir masjid tuzalyapti, ko'ryapsiz, yuragingizga shunday ketadiki, men ham shunga bir xisht ko'mak qilishim kerak deb. Mana shu nimaydi? Yuragingizga kelmaymi? Keladi. Men ham shu namoz o'qishim kerak. Men ham tilovat qilishim kerak. Men ham avlodimni qori Qur'on va olim qilishim kerak. Men ham gunohdan o'zimni saqlashim kerak. Savob ish qilishim kerak. Shu qaysi bir amal xayr, qaysi bir amal yaxshi amalni siz sanab keting. Ko'zingiz ko'rsa, yuragingizga shu bo'ta bir gap keladi. Mana shuni o'zi nimaydi? Shuni o'zi tavfiqning bir ma'nosi shu. Pas mana shu ma'noni, mana shu marhalai tavfiqni har bir musulmon yuragiga ko'radi. O'zingizdan imtihon qilib ko'ring. Har bir musulmon Alloh subhanahu va taolo yuragingizga tashlaydi. Ana endi bir bandaga tavfiq nasib bo'ldi, bo tavfiq bo'ldi. Bir bandaga tavfiq nasib bo'lmadi, betavfiq bo'ldi. Mu bog'liq o'zingizga, har insonda o'ziga. Shu yaxshi ish qilishim kerak deb yuragingizga shu o'tib keldi, Alloh ilqo qildi shuni. Hadis sharifda keladi, diniy kitoblarda keladi, va'z nasihat qilgan buzurglarimizning qavllarida keladi. Xulosasi mana shu, banda agar mana shu xayr ishni o'zi qadr qilsa, shuni taqozosiga amal qilsa, shuni taqozosiga harakat qilsa, qo'ldan kelganicha, mana bu inson bo tavfiq. Bu inson go'yoki tavfiq nasib bo'ldi shunga. Bu so'ng ko'payadi. Buzurglarimiz aytadilarki, bu bir mehmonday bo'ladi. Avvalin bor yuragingizga shu gap keldi, bir mehmonday bo'ldi. Bir mehmon ishingizga kelsa, uyingizga kelsa, o'sha mehmonni siz xotir tavozu qilib qadr qilsangiz, o'z haddingizga yarasha ehtirom qilsangiz, o'sha mehmon sizni har vaqt kelib keladi. Har vaqt keladi, har vaqt yodlaydi. Mana shu tavfiqning ibtido marhalasi ham mana shu bir mehmon. Allohning mehmonxonasi qalbi mu'min bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi, men hech joyga sig'madim, ammo mu'minning qalbiga sig'ganman. Mu'minning qalbiga Alloh sig'adi. Masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun va far'uha fis samo. Mana shu kalima tayyibani aytadi. Yurakka kelgan. Yurakdan tasdiq bo'lsa, Allohning kalimasi rishasi mahkam bo'ldi, uni shoxasi to osmongacha. Mana shu shoxalari nima edi? Shu kalimani